Inson tanasida dori qancha vaqt saqlanadi? Ko'pchilik dori ichgandan keyin u organizmdan chiqib ketadi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim preparatlar tanada bir necha soat, ba'zilari esa haftalab saqlanishi mumkin. Dorining organizmda qancha vaqt qolishi insonning yoshi, jigar va buyrak faoliyati, vazn va modda almashinuvi, qabul qilingan dori miqdori, dorining turiga bog'liq. Mutaxassislar buni yarim chiqish davri deb ataydi, ya'ni dori miqdorining yarmi organizmdan chiqib ketishi uchun ketadigan vaqt. Masalan, parasetamol organizmda odatda 1-4 soat ichida chiqib ketadi. Ibuprofen taxminan 24 soatgacha saqlanishi mumkin. Antibiotiklar ayrimlari bir necha soatda chiqib ketsa, ba'zilari ta'sirini kunlab saqlaydi. Shuning uchun antibiotikni belgilangan vaqtda qabul qilish muhim. Uyqu dorilari va tinchlantiruvchi preparatlar keyingi kungacha uyquchanlik va reaksiya pasayishini keltirib chiqaradi. Antidepressantlar organizmda haftalab saqlanishi mumkin. Shu sababli bunday dorilarni to'satdan to'xtatish xavfli hisoblanadi. Gormonal preparatlar ayrim turlari organizmga uzoq vaqt ta'sir ko'rsatadi. Shu o'rinda qiziq fakt: kofe, sigaret, alkogol va hatto greypfrut sharbati ham dorining organizmda saqlanish vaqtiga ta'sir qilishi mumkin. Yana bir muhim jihat: o'zimni yaxshi his qilyapman deb dorini erta to'xtatish mumkin emas. Ayniqsa antibiotiklarda kasallikning qaytalanishi va bakteriyalarning chidamliligiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dorilarni noto'g'ri qabul qilish dunyo bo'yicha davolash samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mutaxassislar dorini faqat ko'rsatma asosida qabul qilish, dozani o'zboshimchalik bilan o'zgartirmaslik, bir necha dorini bir vaqtda ichishdan oldin shifokor bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi.